Nima qilib yuribsizlar? Kemaysizlarmi? Gilamlarimiz arzon bo'lib ketdi. Bizda aksiya emas deb o'tirmaymiz. Ko'zinglarga nima ko'rinsa hammasiga katta skidkalarimiz boshlandi. Katta aksiyalarimizga ulgurib qolinglar, yetishib qolinglar. Assalomu alaykum o'zim do'stlar, hurmatli vatandoshlar, jalpingizlar omonsiz bu. Alsat Kechi kanalimizdan Dag'in Qorasuv shahrimizda Qorasuv bozori Shirin kafe avtobekatga naproti joylashgan shunday g'ana cho'ng katta assortimentda gilamlar dunyosidan bugun sizlarga zo'r skidkalarimizga e'lon qilganmiz. Bizda aslida O'zbekistondan, Erondan va Turkiyadan keltirilgan toza mollar, ya'ni gilamlarimizga so'lin aksiyada do'stlar, nima qo'linglarga tegsa xullas bunday tushuntirib qo'yay. Kelasizlar, gilamni olasizlar, sodalashib, bodalashib, xullas o'zini doim sotilayotgan narxini oxiriga mash pulini to'layotganinglar Liboy narsadan 15% aksiya berdik. Birinchi etajimizda katta assortimentda gilamlarimiz bo'lsa, podval qismida joylashgan polni daroshkalar dunyosi eng zo'r joylari do'stlar. Bizda dastlabki xizmatlari Qirg'iziston ichi region bo'yicha bekir plus undan sirtqari do'stlar emelarimiz bor. Polni ustanovka qirqib, ulab, u yog'iga jichcha ustiga olamiz va atak polni shunaqa hamma xizmatlari bor ekan do'stlar. Bizda shunaqa eng oxirgi shunaqa high tekstilda va shu biji xohlaganga biji xullas har turida gilamlarimizni zo'rlarga aytib o'tgandalar eng oxirgi sotilayotgan narxidan dogovorni qilib bo'lganlardan keyin misol uchun 100 ming so'mlik narsa olsanglar avtomatik 15% aksiyada 85 ming so'mni to'lab olib ketaverasizlar. Bu magazinimiz aslida firma bilan ya'ni zavod bilan ishlagan hisobidan naq firma tomonlama kelgan prikaz. Ya'ni shunaqa bir katta 15% tovarlarimizni tugatib yuborishga va xalqni xursand bo'lishligini munosabatdan xudo xolasa bo'lsin deb shunaqa yaxshi aksiyalarimizga start berganmiz. Kelinglar xudo xolasa semenli holatda ejalarimiz, jana akalarimizga so'lin jangliqda baringlarda kutib qolamiz. Do'stlar, ko'pchilik joylarimizda bitta gilam olsanglar, bitta daroshka podarka qilamiz deb qanday choladi do'stlar, buni biz indamay qo'rsak ham bo'laveradi deyapti. Ya'ni samosaboy holatda bitta gilamni olasizlar, bitta daroshka podarkalari tak bor. Undan tashqari yana 15% aksiya qilib qo'yganmiz. Tushunarli bo'lishi uchun mana bu 3,5 ga 5 razmerda vashe zo'r gilamimiz, misol uchun 26 ming so'm desa, buni sizlar talashib, tarishib oxiri o'zi narxi, ya'ni 23.500 so'mga sotib olasizlar va oxirida pul to'layotganlarda 15% minus qilib olsak, shunda 3,5 ming so'm samosaboy havoga tushib ketdi. Mana bu gilamimiz sizlarga 20 ming so'mga tushib qoladi. Shunga o'xshab bu yerda har xil turdagi, mana bu tomonda gilamlarimiz sizlar yaxshi ko'rgan Erondan kelgan toza mollar. Ko'rsating, orqamda turgan gilamlarimiz polni O'zbekistonniki va uni ham orqangizga ko'rsating, Rossiyadan kelgan gilamlarimiz, ya'ni Polosondan tashqari Gruziyamiz, shu Gruziya provinsiyadan kelganlari ham bor. Nu asli holatda Turkiya, Eron, O'zbekistondan kelgan yaxshi gilamlarimizni 15% aksiya joyiga mana ulgurib qolinglar, yetishib qolinglar. Podval qismiga tushib kelamiz. Bu yerda katta assortimentda aytib o'tgandek daroshkalar dunyosi telefon nomerlarini aytamiz. 0556 66 55 66 dag'i bir nomerlari 0999 40 47 47 dag'i bir nomerlari 0990 40 47 47. Shu nomerlarga kengayroq qarasangiz, bu do'konda onlayn holatda WhatsApp guruhlari bor ekan, aytsanglar xudo xolasa qo'shilib, ya'ni bundan keyin keladigan yangiliklardan ham bemalol zakaz qilsalar bo'ladi. Polni, qirqish, ulash, xullas hamma gilam sohasida nima uslugasi bo'lishi kerak bo'lsa, hamma xizmatlari bor. Qani hammanglar kelinglar, kutib qolamiz. Qorasuv bozoriga kelganimizda, Qorasuv bozorining ichiga kirmasdan, tiqinchda emas, tashqari holatda, o'ng holatda olib ketadigan yaxshi funksiyalar ham bor ekan. Qorasuv bozorining o'shdan kirib kelganimizda, oxirgi svetoforni Telekomdan o'ng qo'lga burilganimizda, ya'ni Qorasuv bozorining hozirgi Qorasuv avtobekatiga naproti joylashgan bu joqda legendarniy eski Shirin kafesi mechiti, ya'ni sentralniy mechitga yetmasdan avtobekatga naproti joylashgan gilam market, ya'ni magazinimizda baringlar kutib qolamiz do'stlar. Adreslar tushunarli bo'ldi. Ushbu nomerlarga bemalol звонок qilib kelinglar, bo'lmay qolsa dastlabki xizmatlardan foydalansanglar bo'ladi. Hammanglarga sunishlab ketamiz. Alsat Kechi kanalimizga jana sizning xizmatingiz